ke. Robi uxlayapti. Mehribonam tamam. Hammadan ajrattiradi. Bunday anam. Oho, Nasrina zo'r oğlum. Endi kanakul bo'lgandan keyin Nasrina zo'r bo'ladi. Necha kun kanakul? 10 kun. Joningiz kirar ekanda, sizga 10 kundan menga 10 kun ish ekanda, lekin akkuratni qilib jo'natdim sizni. Tufli ahvolni qarang-da oğlum. Nimaga endi bunaqa? Iyingizga nima qildi? Meni erkakchilik turarkan mujiklar. Mujiklarda bo'lib turar ekan. Shunaqa iplos qilib kelish mujiklarda bo'lib turarim. Shunaqa bo'ladi. Nima yiqildingizmi, urishdingizmi? To'g'risini ayting. Mujikchilik turarkan. Hop, urishdingmi, yiqildingmi deb so'rayapman. To'g'risini ayt. Men sen bilib o'tiribman ko'zingdan, to'g'risini ayt. Agar urishtimsan, asabiylashib turibsan, ko'rib yiqilgansan, xotirjam bo'lasizda, men ham xotirjam bo'laman. Yo'g'e, ikkovimiz xotirjamligimizni o'ylabsiz-da. Urishib uni qilgani shuni bilinib turibdi, tuflidan o'g'lim. Chengib yotibdi-ku. Oq tufli, qora tufli bo'ldi. Qora tufli, oq tufli bo'lib qolibdi. Teskarisi. Teskarisi. Unaqa urishib yurmay o'g'lim. Akkuratni bola bo'lib keling. Men siz chiroq jo'natsam, kelganingizni qarang. Ertalab qanaqa ahvolda ketdingiz hozir? Madaniyatli bo'larkanman, ko'chada madaniyatsiz o'qitarkanman. Uyda madaniyatli bo'lib, ko'chada madaniyatsiz bo'lgandan, ko'chada madaniyatli bo'lib, uyda madaniyatsiz bo'ling. Xo'pmi? Xo'pmi? Akkuratni bola bo'ling o'g'lim. Endi joningiz kirar ekanda 10 kun. 10 kun ko'chada maza qilib o'ynayman. Ko'chada pishirib qo'ygan, qovurib qo'ygan, yeb kelasiz ko'chada. Xo'pmi? Kiring tezligiga. Ko'chada o'ynasam bo'ladimi? Boshlandi bugundan. Dars qilaylik, kurslarni darsini qilaylik deysiz. Yo'q, siz shunaqa qilasiz. Kayfiyatim ham. Kayfiyat nima? Kayfiyat buziladi. Ya tavba qildim.